sotigiga 14.500 dollardan so'rashyapti. Uyimizda yer hisobida sotilyapti. Bunaqa narx ishoning aniq topa olmaysiz. Yo'lni 100 dan, prям yo'lni 100 dan 14.500 dan sotigiga qarang aka. Orqamizda turgan mana shu fasad 17, ichkarigi 36, yo'lni 100 dan biznes qurasizmi, kottej qurasizmi? Zo'r variant. Yer narxini qarang, 14.500 dollar. Shunaqa arzon va sifatli yer va uylarni o'tkaza olmaslik uchun tez bizning kanalga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Bu videoni tez tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Video obzorini sizlar bilan birga qilamiz. Qani ketdi. Fasadi 17 metr, ichkarigi 36 metr bo'ladi. 6-7 sotu uyimizning hovlisi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Katta, keng, to'g'ri burchak. Kottej quraman desangiz ham bu yoqqa qaratib 2-3 ta kottejni qurasiz. Mana bu yoqda yo'lga qoldirsangiz zo'r variant bo'ladi. Mabodo biznes qilaman desangiz ham oldiga qarab katta biznes sentr qurasiz. Orqada ishlash uchun, xodimli mashina qo'yish uchun joy qoldirsa bo'ladi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Keles sanatoriya bo'ladi. Sanatoriy idorani prям oldida. Bu yoq Kelesdan keverish, bu yoq sanatoriya Banesaga kelib turish bo'ladi. Shundan o'ng qo'limizda orqamda ko'rib turgan uylar yer hisobida zo'r narxda sotilyapti. Qiziqqanlar uchun men pastda egalar raqamini qoldiraman. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqarasizlar.